Demak, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Sparta. Bugungi video roligimizda Sparker kubogim bilan challenge qilamiz. Bu challenge'imizda tualet challenge bo'ladi. Xo'sh, faqatgina tualetdan loot qilish challenge bo'ladi. Videomizni boshlashdan oldin videoga bir dona like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishlarini so'rayman. Qani bo'lsam ketdi. Xo'sh, mana o'yinimizni ham boshlab oldik. Endi sekin samolyotdan tushsak bo'ldi. Keyin yana qanaqadir bir challenge bermoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qoldirishingizni so'rayman. Biz shu challenge bajarishga harakat qilamiz Sparker kubogim bilan. Ovozimga ozgina qilib bermaysizlar, ozgina bo'g'ilib qolibdi. Qani bo'lsam sekin-sekin o'yinlarni boshlab ko'ramiz. Ketdi jigarlarim. Xo'sh, mana samolyotga ham chiqib qoldik sekin. Endi bo'lsa biza adashmasam severniy taraflarda odam tualet bo'lishi kerak. Xo'sh, yasnaya poliyada kam, rajokda yo'q, почти severniy. Xo'sh, biza severniyga tushamiz. Xo'sh, mana sekin tushib oldi. Endi bo'lsam tualetlar sekin loot qilib, odamlar bilan ochishga kirishamiz. Xo'sh, hech narsa chiqmadi. Sparkerdan so'rab ko'ramiz, orужияsi bo'lsa beradi. Xo'sh, oldiga borib ko'raylikchi. Tak, mana qibizi bor ekan. Endi bo'lsa qibizi bilan odamlarni o'ldirishga harakat qilamiz. Mana bitta ketdi. Ana minus. O'ldirdi. Xo'sh, deyarli 4 shag eshitilyapti. Ikkinchi etajdami deyman. Orqamdan otib qo'ydi. Orqamdan otib qo'ydi. Krisi. Xo'sh, sherigimizni qutqara oladimi, yo'qmi? Ko'ramiz hozir o'yinga. Xo'sh. Orqa tarafda ham uyda ham bor, ikkinchi tarafda ham bor. Urib qo'ydi. Mayli bolalar, birinchi o'yin o'xshamadi. Endi bo'lsa ikkinchi o'yinimizga o'tamiz. Qani bo'lsa ketdi. Xo'sh, mana ikkinchi o'yinimizni ham boshlab oldik. Endi shu o'yin to'pni olishga harakat qilamiz. Endi tezroq samolyot uchsa, xo'sh, yana severniyga tushamiz, adashmasam agar. Tak, samolyot uchishini kutamiz, hali 30 sekundcha bor. Tak. Xo'sh. Demak, samolyot ustiga chiqib ko'ramiz. Bo'lyapti, mayli. Xo'sh. Aytgancha bolalar, poddeshka qilasizlar degan umiddaman. Aktivlarni zo'r qilsanglar, kommentariyaga o'zingizlar olgan challenge yozib qoldirsanglar, biz xuddi shu challenge bajarib, video qilib qo'yamiz. Keyin sizlarga mana shunaqa videolar ko'proq chiqaringlarmi yoki-da prosta ochishgan videomizni qo'yinglarmi? Shuni aytsanglar, shu sizlar fikringlar bizga qiziq bo'ladi-da. Xo'sh, mana samolyotimiz ham chiqib oldi. Endi kartani qarasak, severniyga tushamiz. Yana severniyga dopti sherigimiz. Go, severniy bo'lsa severniy. Ketdi. Omadimizni yana sinab ko'ramiz. Xo'sh, ketdi. Tushib olsa endi. Xo'sh, mana tushib oldi. Endi sekin tualetga kirib, loot qilishga boshlaymiz. Qani birinchi tualetimizda nima chiqadi? Hech narsa yo'q. Har doimgidek yana tualetlarni qarashga harakat qilamiz. Yaxshi, pistolet chiqdi. Tak, yana qidiramiz. Sherigimizdan oldinroq odam bor ekan. Shu odamlar oldiga boramiz qani.
Hop. Bo'lmay qoldi, mayli, necha. Tak, bu yoqdan o'tib bo'lmas ekan. Xo'sh, ana kalla chiqdi. Yaxshi, o'ldirdik bolalar, yana bitta bor. Tak, uni kutib olamiz. Unimiz mana bu yoqda ekan. Yana ikkita odam bor, yana shundan keldi. Xo'sh, yo'q. Endi bo'lsa sekin yana tualetlarni lut qilib videomizni davom ettiramiz. Severniyda ham tualetlarida yaxshi lootlar chiqdi. Endi bo'lsa u mashina keldi oldimizga. Mashinada odam otamiz, o'qimiz deydi, o'lmadi. Qo'limizda DBS borib DBS to'ldirishga harakat qilamiz. Ana o'ldi. Severniyda odam qolmadi degan umiddaman. Endi bo'lsa yana videomizni davom ettiramiz. Ko'rishda davom etinglar. Juda ham qiziqarli video bo'ladi. Bu ana yo'limizdan o'sha ikkita bot chiqdi. Bu botlarni o'ldiramiz. Mana o'ldirdik. Tualetga olib kirib, tualetning ichida dabit qilsa, tualetning ichida bo'ladi-yu loot. Shu lootni olaveramiz ekan. Shu joyda bizlarning miyamiz ishlab qoldi. Keyin har bitta kelgan odamni o'ldirib, tualet ichida olib kirib dabit qildi.
Mana ko'rasizlar, hozir bu yoqda ham xuddi shu boyaga qilgan narsamizni qilib ko'ramiz. Ya'ni qilamiz. Xo'sh, bu yoqda ham hozir odamlar keladi. Shu odamlarni o'ldirib, tualetga olib kirib, David qilib, lutini qilamiz, bolalar. Bolalar biz bu yoqda olib kelib ichkariga olib kirmoqchi edik. Joni kam ekan, o'lib qoldi. Shuning uchun tualetda salgina bu yoqda atrofida bo'lgani uchun buni biz tualetni lut qildik hisob qilib, ichini ya'ni odam lutini qilishga qaror qildik. Xo'sh, bolalar, bu yoqda bizlar oldimizga bitta sklad kelib qoldi. Shuning uchun biz orqaga qaytib turib ochishga qaror qildik. Keyin bu skladni uchta sheriga yopgandan keyin oxiridagi avvaldagi krisasi ya'ni bitta yotib olgan ekan. Shu bizlarni to'pir ololmadik. Videoni to'pir ololmagan bo'lsa ham videoni qo'yishga qaror qildim.
Xo'sh, mana bolalar, tualetli challenge'imiz ham o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, hammanglarga rahmat. Video yoqdi degan umiddaman. Keyin bundan keyin ham bundan keyin ikkinchi qismida, ya'ni qanaqa challenge qilishimizni o'zingizlar kommentariyaga yozib qo'ysanglar, biz shuni qilamiz. Keyin qaranglar, bu videoni boshida aytganimdek, bir dona like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishinglar so'rayman, chunki bizga 2K ga ozgina qoldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, video yoqdi degan umiddaman.